Şinjan Eksan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı qollagan. Assalomu alaykum ekrandagi aziz ko'rmanlar, riyosatchi xayr nishonlar Nijat Vali Yaqtin hammalarga söyünçilik salam, ali ehtirom ko'rayotganinglar. Şinjan televiziya stansiyasining Ichildasliqning programmasi. Endiki yarım saatda sizlar uchun xizmatda bo'lalig'ligimdan to'liq xursandman. Shunaqla bu yarım saatda sizlarga o'xshagan tamoqlarni etishni o'rgatib qo'yish uchun cho'qim eng zo'r tirishchilik ko'rsatamiz. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, balkim sizlarmi ham bu san programmada riyosatchi Nijat qanday o'xshagan tamoqlarni etishni o'rgandigandi hamda bizga etishni o'rgatib qo'ydigandi deb qiziqsinayotgan bo'lsanglar kerak. Albatta shunday Ichildasliq programmamiz yo'l qo'yilgan bu 20 yildan ko'proq vaqtda Tangirtog'ning janub shimolidagi nurg'ulg'an ixlosmand ko'rmanlarimiz bizga telefon qilib programmamizni intayin yoqtirdiganligini mumkin bo'lsa, o'zlari o'xshagan tamoqlarni ekran orqali do'stlarga o'rgatib qo'yishni xohlaydiganligini bildirganida biz o'zimizning amgikimizdan intayin xursand bo'lgan edik. Shunlashqa biz bugungi Ichildasliqning programmasiga Aqsu diyaridan Aygul xonimni alayida taklif qildik. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum Aygulda. Va alaykum assalom. Sizni ko'rib xursand bo'ldik. Men xursand bo'ldim. Undaqda ekrandagi aziz ko'rmanlar salomingizni yo'llaytamsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Tuzlar oldidagi hurmatli ko'rmanlar. Men Aqsu diyaridan keldim. Aqsu xalqining otliq salomini birga alg'ish keldim. Unaqmas Aygulda bugungi programmamizda do'stlarga qaysi xil tamoq turini etishni o'rgatib qo'ymoqchi? Oddiy bo'lgan mushliq to'g'ri qo'rimizni. Oddiy bo'lgan mushliq to'g'ri qo'rimizni, ya. Bu da unaqmas bugungi programmamizda etadigan tamoqni tayyorlash uchun nurg'ulg'an xuruchlar ketishi mumkin. Ekrandagi suyimli ko'rmanlarimiz darhol qalam qog'ozini tayyor qilg'ach tursin, ang'chilik biz kiyimimizni kiyib olaylik, bo'lamdi? Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Çekiliş Mas'uliyet Şirketi alaydı qollagan. Buldu ekrandagi aziz ko'rmanlar ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasining Ichildasliqning programmasi. Men sizlarga ko'rgandek hozir Aygul xonim bilan birlikda biz qozon beshida kiyilgan pokiza ratli kiyimlarimizga tayyor bo'lib oldik. Pek chiroyli bo'lib ketibsiz edi. Buldu daqosa bugungi shu tamoqni, ya'ni tamoqni ismini Mushliq to'g'ri qo'rimiz. Mushliq to'g'ri qo'rimizni tayyorlash qanday xuruchlar ketadi? To'g'ri go'shti. Shunaqa eng muhim material to'g'ri go'shti, undan boshqa zanjibil, bol piyoz, quritilgan qizilmush, undan keyin quritilgan qizilmushni odatda ushliq qizilmushni ishlatadi ekanda. Enishga kelganchu. Bunada shu ushliq qizilmush deydi-ku ular. Ha. Undan keyin samsa. Ko'kmush, undan boshqa qaqila, shakal badyan va shunaqla kalavichin. Va shunaqla kalavichin qatorli materiallar ketadi ekan. Endi bu eng oxirida qo'rg'on chog'da ishlatilgan material, shunaqmi? To'g'ri. Undan boshqa yana cho'qim bundan yana suv yig'i, shunaqmi? Suv yig'i, undan boshqa tuz qatorliqlar ketadi. Demak, yuqorida biz so'zlagan shu materiallar ketadi. Gandaqda ekrandagi aziz ko'rmanlar anlattirganlar yana bir qatim sizlarga bugun ketadigan kerakli xuruchlarning materiallarni eskartib o'tamiz. Mushliq to'g'ri qo'rimisiga ketarlik materiallar: to'g'ri go'shti, quritilgan qizilmush, ko'kmush, g'o'l piyoz, samsoq, zanjibil, qaqila, kavavichin, tuz. Amsa Gulda bugungi shu biz tayyorlamoqchi bo'lgan taomga ketadigan xuruchlar bilan bir qurtinish oldik. Hamda rasmiy vaqtni ching tutib, bizning 20 minut vaqtimiz qoldi. Vaqtni ching tutib tayyorlab ketamdik. Bo'ldi. Ma'qul. Albatta to'g'rini to'g'ri olamiz. Bo'ldi Aygulda, unda qo'ysa siz mush to'g'ri go'shtin to'g'richilikdan bugungi programmamizni qo'llagan korxonachilarga, shunaqla zavodlarga rahmatimni bildirib o'tishni to'g'ri topdim. Ya'ni bizni a'lo sifatli bug'doydan ishlangan un bilan ta'minlangan Xotin Barkat un yog' pishiqlab ishlash zavodiga rahmatimizni bildiramiz. Va shunaqla Ehson yog'chiligiga, qaydo tetqo'llarga, Oqo'stan ochiq suyiga hamda o'tkir qozon beshi buyumlari bilan ta'minlangan nazifa turmush buyumlariga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Sizlarniki tijoratinglarning texmi barakatli bo'lishiga tilakdoshmiz. Endi o'zimizning shu qozonbechilik paranlarimiz kelsak, hozir to'g'ri go'shtni Aygul xonimning aytdi ishtiyoq bilan kuchab turib to'g'rayotdi. Buni to'g'rag'ancha biz qanchalik cho'nliq to'g'raymiz? Yog'dan kichikroq. Yog'dan kichikroq qilib to'g'raymiz, shunaqmi? Masalan, bugun hamda biz odatdagi vaqtlarda ikki qozonda etish orqali baslishni maqsad qilardik. Endi siz aytgan Oqsudan kelganda hechkimiz baslish pishirmaydi. Sizning qo'lingizdagi shu o'xshagan ta'limotgalik baslishga bo'lsak men yana olabdim. Ashnama, utirib qo'ysangiz endi Oqsu xalqiga qanday javob berishni bilmay xijilib qolasizmi-ki? Maktab maydonida sinangda. Valla sharag'ini unda qo'ysa baslashimiz yaxshi bo'ldimi nima? Unda qo'ysa, unda qilaylik-da. Bugun bir qozonlar sizning qo'lingizda mushtamoqni tetib ko'raylik. Undan keyin bu jarayonda yana boshqa qozonni tamomlaydigan bosqichlar bormi? Yo'qmi? Odatda shu to'g'ri qo'rdiqqa o'xshamagan boshqa bu asosan tuzuk pokizlikni asos qiluvchi. Shu eng avval suvda shu qizilmush bilan bir o'tkazamiz. Qizilmush bilan bir o'tkazib olganimizda, demak buni qaynatib olamiz. Shunaqa bunda qo'g'achada to'g'ri go'sht texnik suzuk bir xil pokiz holatda chiroyli chiqar ekanda. Buni qo'ysa hozir ham to'g'ri olsa
Ben size karşı bereyim de. Aygül'den alsam sizden şu Aksu'daki zavkınızdan ticaretini pek yaxşı deydi ha. Ha. Bu ticaretle şoğulunuzdan qandaq oylap qolgandınız? Samar şuruplarımız içili, mesafetlerimiz halkına yaktırışığa erişti. Anam dikin olay dukalarımızga kelip, samar şuruplarını elip ketipti, haltalarda elip ketdi. Şunu da hey toqta. Xeyridala, endi bizdeki xeyridalara kolaylık yaratып beriş. Hem bu bir ticaret emas mı? Ama en avval bular taladı. Ular kolaylık elişek kiliş törtküsde. Bazarga salgan. Bazarga salgandan keyin ras degandek, şu qisqagina bir ay ichida bütün Şinjanning arqash cho'ng kichik talla bazarlarga kirdi. Şu vaqtda ularninki shu fikr talabini pek ko'proq ko'z tutib, shu xalqimizningki iste'mol mas qildigan holatda hamda shu samarga tuqishni, kunjut qiyamini, yog'mushni. Kunjut qiyamidan mazar saldinglar. Yog'mushni mazar saldinglar. Hamda bu samovarda bo'lmaydigan birdan-bir narsa emasmi? Biz to'g'ri go'shtlarini parchalab tayyor qilib oldik. Haqiqatan yuqorida Aygul xonim degandek, buni biz yong'oqning cho'nligida mushinchilik cho'nlikda qilib to'g'ri olsak bo'ldik. Ya'ni ikkilik qilib to'g'ri olsak bo'ldik. Undan keyin bugun biz bir to'xoni to'g'ri oldik shunaqa, bir butun to'xoni. Bundan endi qanchalik chiqadi edi? Cho'ng bir taqsida chiqadi. Cho'ng bir taqsida chiqadi. Buni shu ehtiyoji qarta qo'rish bo'ldi-ku. Masalan, uyda odam jon soniga qarab. Bu programmani G'o'ji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Bu da bo'lsa, endi ikkinchi bosqichda biz nima ish qilamiz? Nimaga? Suga, to'g'ri go'shtini. Bo'ldi, undan keyin men ichib beray. Siz buni salsangiz, anchalik biz boshqa ko'ktatlarni to'g'rilashtiraylik bilan-da. Buni sog'liqni sovuq suv qilib soldik ekanmiz-da. Shunami? Qaynab olgan suv zamanda. Odatda shu qaynoq suvga go'sht solsa, qattiq qilib qo'ydi-ku. Shunlashqa qo'y sho'rpasi tayyorlagandek sovuq suv silib qaynatdik ekanmiz-da. Buni bilib olsak kerak. Men hozir endi biz quritilgan qizilmushdan, ya'ni uchliq qizilmushdan bir siqim soldik, ha? Ikki siqim. Ikki siqim solsak bo'lamda. Ochiq yeydiganlar bozcha qilasiz. Buning hozir qonuniyatini bildim. Ya'ni buni ochiqqa bu pishish jarayonida, to'g'ri go'sht pishish jarayonida tabiiy holda ichiga sinib kirdi ekanda. Shunlashqa qo'rishda buni ochiq qilish maqsad emas, balki qaynatgan vaqtida go'shtni ichiga sindirib kirgizib o'tish maqsad qilindi ekan. Hamsa biz hozir dumlab. Yana azroq tuz solamiz. Buni yana azroq tuz soldik ekanmiz. Tuz solgan chog'da tuzni qanchalik soldimiz ada? Bol qo'shiq qilib qo'shiq solsak bo'lamda. Yetamdami shu? Yana bir qo'shiq soladi. Cho'ng qo'shiqda bir qo'shiq, kichik qo'shiq bo'lsa, qo'shiq atrofida solsak bo'ldi ekanda. Qaynagan vaqtda tuz ichiga singishib pishishga. Bo'ldi. Buni bilib oldik. Ana aziz ko'rmalar, shu topda hozir Ayguldan bilan biz to'g'ri go'shtini to'g'rab, qozonda qaynatib oldik. Shunda hozir endi bu qaynashga agishib, undan bir turlik ham yizlik ham ochiq bir xil puroq tarqilyapti. Chunki buni biz quritilgan qizilmushnimi ichiga qo'shib savatganligimiz uchun bu yumshoq jarayonda buni bir xil ochiq hid tarqildi ekan. Endi buni biz qancha vaqt qaynatamiz? Qaynatgan chog'da? Bir 2-3 o'rlash bo'ladi. 2-3 o'rlash deganimiz 2-3 qatim qaynatsa shunaqa. Demak, shunaqa bir qarab tursak, kepa qaynab ketsa bo'lmaydi ekanda. Anamki qizilmushniki yumshagan holatiga qarab suzib olsak. Qizilmush yumshagan chog'da suzib olsak, bu eng muvofiq vaqt bo'ldi ekanda. Bu programmani Şinjan Ehson maychilik cheklik sherkiti alayda qo'llagan. Buna xos biz bir tarafdan monashqash, bir tarafdan ko'katlarni to'g'raymiz qara. Arqadan biz hozir ham ko'kmushni to'g'rab olsak, qanday to'g'raymiz bu shaklni? Odatda shu lazniki ko'kmushniki qarni yer to'g'raydi-ku, masalan. Lekin to'g'rash usuli to'g'raydi. Undan boshqa bugun bizning ishlatganimiz bo'lsa, ushluq ko'kmushga. Balkim do'stlarning eslari bo'lsa kerak, biz oldingi programmalarimizni usta oshpazlar bilan ko'kmushni to'g'ragan vaqtimizda dumutib to'g'rash usulini qo'llangan edik, shunaqmi? Odatda shunda to'g'ragan vaqtda shu taomniki bo'lib mushliq qo'rminingcha, buni ismi mush qo'rmisi emasmi? Ko'rkam chiqadi-chu. Ko'kmushni qancha tal ketadi? 4-5 tal to'g'rasak bo'ladi. 4-5 tal shunaqmi? Hozir pek qaynab ketdi-da, buni endi mushtaq yuqori harorat davomli qaynab deb tushirsak bo'lamdi buni. Beklan bo'lib qolsin bo'lmaydi, yuqori bo'lsin bo'lmaydi, normal o'tda. Odatda qizilmushni ko'pincha kishilar yeyishni ancha yaxshi ko'rmaydi, bek achchiq deb. Haqiqatan ham bu achchiq yarashmaydigan yoki achchiq his bo'lmaydi
to'g'raydigan kishilar uchun ancha to'g'ri tanlash hisoblanmasimi, biroq ko'kmushni agardan teni sog'lom kishilar bo'lsa cho'qim ko'proq iste'mol qilib berish kerak. Chunki ko'kmush qizilmushniki bo'lib mush turdagi yemeklarniki temir moddasini to'liqlash iqtidori intayin kuchli bo'lib, undan boshqa badanga ehtiyojli bo'lgan boshqa vitaminlarni nihoyat yaxshi to'liqlab bera oladi. O'z navbatida biz bugun yana g'o'l piyoz, zanjil qatorliq ko'ktatlarni tayyorladik. Endi bularni qanday to'g'raymiz? Bu programmani G'o'lji shahar Oqqiston ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Ang avval biz yaproqchim qilmaymiz. Biz cho'kuning bugun rasmiy men siz bilan baslashib turgan tomoqni qaraylik. Inchilik talab qilmaydigan, qo'pol-qo'pollam to'g'raydigan. Shuningga aslida siz bilan baslasam bo'pti ekan. Shunda bir qilsa bo'pti ekan-da, baslashgan bo'lsa. Baslashgan bo'lsa, qutlayotgan bo'lsangiz, shuning bilan kelib oqsoq qaytarmay qolsangiz qijilchilikda, do'koningiz qaytib qolsangizlar bo'y nijotga turib qo'yib turib qanday do'konchi men deb yuribsiz deb tanqidlab kelsam, shuning bilan siz programmamizga bir qatim chiqsam deb kelsangiz ekan. Men cho'qim kutib olatdim. Shuning bilan burun qatnashganlar siz o'tirib qo'yibgan emasmi? Men uxlagan bo'lsam bo'ladi deyapsiz. Endi mana hozir qalamchi shaklda to'g'ramdi. Shunaqa. Qalamchi qilib, to'rt burjak qo'yibmiz shunaqa. Hamda shunday olamidi, to'g'ri qo'rdiqqa solgan shaklda yo'g'on bilan to'g'raydigan o'xshaydi. Buni endi biz hozir zanjibilni to'g'rashga qanchalik to'g'raymiz da? Bo'ldimi shu? Bo'ldi deganingizda o'zingizni to'g'rini aytib pashamda. Yo'q, ana ishlataylik. Bechcha qo'yib kes tayimiga o'zgarish kirib qolmaydigan. Yo'q, o'zgarish kirmaydi. Albatta buning odam badaniga foydali rol bor emasmi? Lekin normal bo'lishi kerak. Bek ishib kelsa tilni qo'riydi da. To'g'ri. Zanjibilninki odatim shu oshqozonni isitish, undan boshqa chashni jiqaytish qatorliq rollar bor ekan. Chunki chechib ketayotgan yoki chechib ketishni xohlamaydigan do'stlarimiz bo'lsa, zanjibilni ko'proq iste'mol qilib o'tgan. Undan boshqa odamlar chechib ketganlar bevosita beshig'im surkan. Zanjibilni. Siz yana zanjibilning qanaqa shifoliq rollarini bilasiz? Bu odatda unda shu yo'l ko'ydirdi-chu. Anam lekin qish vaqti iste'mol qilish qolsa yaxshi. Biz atyoz vaqtlari asosan qo'rqoq bekrak. Demek yalına basılı diyen yapma. Bunun bir olsa olarak çünkü atiyaz faslda adamni yel çık taşıdı şuna bu. Şuna aşkı zencefil köprek smal pasa koydu ki yana birisi mavat bilen zencefilini kaynatıp iç pasa zukam bo'lgan bemorlarni davolashga intan unumli usular shuning bilan oyda ishlatishalik maytimi yuqori sinashilib boqan bo'ldingiz shuna hüppidi bir talaysizda sap topsiz 10 qozon qo'rimini qo'qmay qo'ralaysiz shuning bilan. Bu programmani Şinjan Qarishahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Balkim do'stlar diqqat qilgan bo'lishi mumkin, bular zanjibilni jab oqlamayla qo'ribdi deb. Albatta, endi buni biz bir qiravatdiq, shuna qo'simi, uni bir juvatdiq, ammo oqilmaslikning bir sababi bor cho'qim. To'g'ri, odatda ham shu moddalarning uchun men buniki mush qo'rim ustisi bo'lib hozir 7 yil bo'ldi. Asosan shu elivitib bir ishlatib baqdim-chu. Ammay turib bir ishlatib baqdim. Shu vaqtda, ammagan vaqtda buning ta'mimi o'zgacha kuchli bo'ldi ekan. Wow, bu o'zingizning aqliy xulosangiz ekanda 7 yildan buyon xulosalab chiqqan bir yakun ekanda. Bo'ldi buni bilasa qo'g'ri. G'o'l piyoz qoldi, g'o'l piyozni qanchalik solamiz? Mush bir tal bo'ldi. Bo'ldi, naqsi o'zingizdan bir taraf qo'yamsiz. Buni odatda yapaloq holatda qiypash yapaloqmi? Buni shu qarni yerib, ichib ichini ichib. Ana lekin buni yana bir kesib 4 soatda shu zanjibilning shaklida to'g'raymiz. Shoh to'g'ri etadiganimizda. Buni 4 soat shu zanjibilning uni desa cho'ngroq holatda chiqadi-chu. Bu qozon kirgandan qo'rildi. Shuni yo'qolib ketadi ekanda. Mana men sizning chiroyli to'g'ridimmi? Buni to'g'rashchi bir hunar, bir san'at edi. Ba'zi narsalarga biz cho'qim shu barliq bosqichlarga cho'qim astoydil muomala qilishimiz kerak. Tomoqni tujib bilib, ko'ngil qo'yib, xuddi bir rasm chizayotgandek inchilik bilan qilgan chog'da unga o'xshaydi. O'g'in oldingizmi? Mushtama. U degan emas, u yer operatorlar topmiz oldi bu. Ko'rdingizmi mana? Nima degan chiroyli, unchidek. Buni to'g'rash usullari bor emasmi? Yuzingizni qilib bo'pti. Programmamizga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Bu da unaqa eng oxirgi bir tal ko'ktat samsaq qoldi, samsaqdan. Samsaq qancha jiq bo'lsa, shuncha yaxshi. Yeyishlik bo'ldi. Demak, qancha tal atrofida? 15 tal atrofida. Samsaqni mashina kichik to'g'ramdi. Samsaqni oldida nimani ostiga qo'ysak,
Söylep bunu pek kichkim to'g'rimaymiz. Buni dumultib Bu adette to'g'raymiz. biz elbette yerlik aşkanlarda köprek görüldüğün usul. Bunu inşallah doğursak bulan da. Aygül'de siz müş programımız çıkışını qanday oylab qaldınız? Usti bo'lganligi. Programımızga nurg'ulg'an şu 530 derecelik, en ali derecelik aşpazlarni qatnashib o'zini anda maqtab baxmaganjimi? Rost desam, men maqtamadim, meni boshqalar maqtaydi-chu degan maqtab oldim. Shuni o'zingiz maqtab oldingizmi? Obdan keyin 3-4 odamni oldi maqtamagan bilan butun dunyo xalqi ko'rgan programmalarga chiqqancha o'zingizni maqtaydigan. İşençim kishilar maqtab berib, o'zim ishonchim to'shib ketdi. Hozir mana sizlar ko'rgandek qazdimizmi nihoyatda qizg'in holatda, yuqori kayfiyat qaynab ko'p ish hosil qilishga boshladi ya. Endi buni darhol so'zlasak bo'ldi deyman. Vaqtim birga berib qoldi. Bundan so'ng achay. Yo'q. Mana Bu programmani G'o'ji shahar Oqqo'ston ochiq suv va tetim suv zavodi alohida qo'llagan. hozir buni suzishga boshlagan, buni taxminan qanchalik vaqt atrofida qaynatsak bo'ldi? Ko'rdingizmi shu nimalar lazlarimi shunday yumshab berib turchu. Shu Demak, 5 minut atrofida qaynasa muvofiq bo'ldi ekanda. Qarsaqlam hozir buning go'shtining nihoyatda oqirib, suzuk holatda pishqanligini bilalaymiz. Chunki biz yuqorida buningdan chiqqan ko'piklarni suzyapdik. Shunaqmi? Süzüyotgandan keyin buningdagi qon tarkibi chiqib ketib, hozir nihoyat pokiza, nihoyat chiroyli holatga qarab o'tdi. Ekrandagi aziz ko'rmalar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyaning Bo'g'di yo'li, ya'ni Do'nko'rik teatrxonasining kayinishga ijodlashgan Xantari Chay taomxonasida ko'rinishga ilinayotgan Ichildasliqning programmasi. Shu tapda Aqsu diyoridan bugungi programmamizga alohida qadam tashrif qilgan Aygul xonim bizga mush qo'rmisini tayyorlashni o'rgatib qo'yapti. Shunaqmi? Agarda mushu Aygul xonimning bugungi ko'rsatmasi bo'yicha etishni o'rganib olsa, balkim bundan keyin oilalar mehmonlarni kutib olishdagi eng yaxshi tanlashi, nihoyat yaxshi taom turi hisoblanishi mumkin. Biz yuqoridagi bosqichlarda ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilib oldik. Undan boshqa bugungi mushu keraklik to'xov go'shtini shunaqla quritilgan qizilmushni qaynatib uni yumshatib oldik. Shunaqla suzuk holatga keltirib oldik. Endi biz buni rasmiy qo'rish oldiga o'tamiz. Albatta, bu bosqich mana programmamizdagi eng muhim bosqich hisoblanadi. Shunaqmi? Amsa hozir qazonlarni isib tayyor bo'ldik mana. Buningga oldi bilan qizitib olgandan keyin yog' qo'ysak bo'ladi, shunaqmi? Bir chumush. Chumush bo'lsa o'lchari bo'yicha, shunaqmi? Bizning programmamizda alohida qo'llagan mana shunday chiroyli oila turmush buyumlari bo'lgan Nazifa turmush buyumlariga alohida rahmatimizni bildiramiz. Mana shu bir chumush yetarlikmi? Endi sal azaytasiz. To'shmada emasmi? Azar chiqaytaymi? Bo'ldimi? Endi bu qaynab olgandan keyin oldidan nimani solamiz? Kavichin, shunaqmi? Bundan qancha solamiz? Bir siqim. Bir chimdim sasak bo'ldi. Anamnikin mani qalab. Ya'ni odatda mush bal qo'shiqda bir qo'shiq atrofida sasak bo'ldi ekan. Ya uningga qaqilardan bir tal. Anamnikin 840. Chakalda degandan. Yana bir qadam takrorlab o'tsak, buning qaqilardan bir tal, undan boshqa shakalda degandan bir talni ushlab turib solamiz. Ham shunaqla kavavichimdan cho'ng qo'shiq, yarim qo'shiq, bal qo'shiqda bir qo'shiq atrofida sasak bo'ldi. May qizibdi-da. Programmamizga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Qo'l piyoz, zanjibil, shunaqa boshqa tezqulani tang holatda solib ekanmiz. Tuzni-cho'da, tuzni solmoqchida. Tuzni hozir solamiz. Hozir solsak bo'ladimi? Tuzni qancha solamiz? Tuzni bir qo'shiq sepasang, bal qo'shiqda. Bal qo'shiqda bir qo'shiq solsak bo'ladimi? Buni menimcha tuzli qilishning hojati yo'q, chunki biz yuqorida qaynatgan chaqni tuz silib oldik, shunaqmi? Mana. Bizlik bir türlük purak tarqaldi ya. Bu qo'rliq qaysalar kelgancha mumkin boshqa bosqichlarni tamomlaymiz. Masalan, piyozniki, ol piyozniki cho'risi sag'rishni boshlaydi-chu. Shu vaqtda endi to'xov go'shtini sasak. To'xov go'shtini sasak bo'ldi, shunaqmi? O'ti ang yuqoriga. Aniqlab aytgancha yo'q. Odatda oshxonalarda bu tomoqni ijodlangan o'tni araqindan tushib bo'ldi, shunaqmi? Shunda qo'sh qana ovozlar chiqadi. Biz endi mushkilni chiqmay qolishqa normal haroratda ishlasak bo'ldi ekan. Lekin shuni hozir yutib qo'yman shunday. Chanalgan mushlarni avval mush mayga selish orqali qizartirdi-chu. Ammo bizniki tayyorlab olgan. Tayyorlash bo'lgan. Hozir solamiz. Mana qo'sa. Oy, mana.
Önemli. Qanchalik miqdorda salsak muvaffaq bo'ldi? Bunun aşı yerimini sarsak. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayida qo'llagan. İhrazdaki az görmeler köratqınlar Şinjan televiziya stansiyasının Boğdu yolu yeni Önkörük teatrxanasının keyniga joylashgan Xantangri Çay Tamxonasida ko'rinish kelayotgan ijodasining programmasi. Hozir Aygul xonim bizga shu bugungi Mushtoqo qo'rimisini aytib astoydillik bilan bir tarafdan tushuntirib, bir tarafdan qo'rishni o'yitib qo'yapti. O'zida bizning programmamiz qo'llab-quvvatlagan har qaysi korxonalarga, zavodlarga rahmatimizni bildiramiz. U bo'lsa a'lo sifatli bug'doydan ishlangan un bilan ta'minlangan Xotan Barkat un yog' pishiqlab ishlash zavodi va shunaqla Haydo Tetqo'lari Ehson Maychiligi, Oqqo'ston ochiqsi hamda nayt chiroyli bo'lgan oshxona buyumlari bilan ta'minlangan Nazifa turmush buyumlariga rahmatimizni bildiramiz. Aygulda unda hozir sizning ahvolingiz qanday? Nayet yaxshi bo'ladi. Shundaymi? Shu oshxonangizda sotilgan qo'rimiga o'xshatamdi rangi. Biz odatda bir xil qurg'oq mush qo'rimisini, ya'ni to'qo mush qo'rimisini yemoqtimizda buning to'qo go'shtining sal kichikligini his qilamiz. Lekin bugun siz xil to'qo qo'rdiqandek yo'g'aroq qildingiz. Men sizning olayliklarmi? Men to'g'riganim kichik, siz to'g'riganingiz yo'g'on. Mana Ayguldan maqsudiyardan kelib bugun bizga alayida bir turlik tamoqni etishni o'yitib qo'ydi. Biroq o'ziga bo'lgan ishonchisi bakli chekidan ishib ketib bordi zodi. Men to'g'riganim undaq, siz to'g'riganingiz mundaq, men qo'rg'inim mundaq deb maqtab ketib borsiz o'zingizni. Zodi sizning bugungi to'g'rab aytgan qo'rimingiz qandaqroq bo'ldi? Undaq vaqtni ching tutib, buni usib tetib ko'rib boqamdiq. Programını Şinjan Ehson Maychillik Cheklik şirkati alayida qo'llagan. Tayyorlash usuli tuvanligicha. Oldi bilan to'qo go'shini yong'oqdan kichikroq qilib to'g'rab olamiz. Ondan to'qo go'shi bilan quritilgan qizilmushni so'g'i silib 5 minut atrofida qaynatamiz. To'qo go'shi qaynog'icha g'o'l piyoz, zanjivil, samsoqlarni kichik qilib to'g'rab olamiz. Ondan to'qo go'shi bilan qizilmushni suzib ilib olgandan keyin qozonga bir cho'mish atrofida yog' quyib, qiziganda g'o'l piyoz, kavavichin, haqila, zanjivillarni silib, ondan go'shni qozonga silib qo'raymiz. Go'sh qizargandan keyin samsoq, ko'kmushlarni silib, tuz ta'mini tangshab suv olsak bo'ladi. Mushliq to'qo go'shi qo'rimisining tabiati quruq issiqqa moyil bo'lg'ashqa, oqbatda, ya'ni go'rish osh bilan iste'mol qilishga nihoyat mos keladi. Şunaq ekrandagi aziz ko'rmalar ko'rayotganlar ichildasining programmasi mana bugun Aqsu diyoridan kelgan Aygul xonim bilan birlikda o'xshagan mush to'qog'ich qo'rimisiga eg'iz tagmoqchi bo'lib o'tiribdik. Oldi bilan Aygul xonim sizga ko'pdan ko'p rahmat edi. Haqiqatan qarmoq qilam hamda buning ko'rkamligi kishini intayin jalb qilib, odamning ishtahasini yutib bordi. Balkim eg'iz tagandan keyin texmi o'xshaganligini his qila olishimiz mumkin. Unda xo'sa, cho'nlardan kelsin. Siz. Ya rahmat edi, sizdan kelsin. Qani, olaylik. Haqiqatan intayin lazzatlik, intayin yeyishlik bo'libdi. Intayin mizlik nihoyatda o'xshagan bo'lganligi uchun shu topda bizning ko'rmalarimizga izchil o'sha 20 soat qo'ymay ko'rganimizdan ixlosman ko'rmalarimizga intayin qismatma bu tamoqni. Menga haqiqatan bekli o'xshagan hamda ta'sir berdi. Biroq hamda cho'nglarimiz agarda mushkul tamoqni tayyorlamoqchi bo'lsa, qizilmush, ko'kmushlarni amalda azroq silishini tavsiya qilamiz. Ya'ni bek ochiq qo'yib kelsa balki yemay qilishi mumkin. Shunaqa. Lekin yosh do'stlarimiz balki nihoyat yoqtirib deb turib yeyishi mumkin. O'zingizchi bugungi tamoqingiz qanaqroq baho berdingiz? Yaxshi bo'pti, shu o'tniki pasib qolgan nimasini olmagan chaqdan buni yaxshi pishirib oldik, pishishim shunday yaxshi bo'pti. Va, o'zingiz bek maqtadingiz jimoa ish qilib. Bo'pti, lekin haqiqatan Aygul xonim deganidek intayin lazzatli, intayin yeyishlik bo'pti. Ochiqni yaxshi ko'rgan do'stlarimizning oldin qilishga bo'lgan bir xil xo'rmi hisoblanadi ekan. Endi bizniki shu taom madaniyatimi Uyg'ur madaniyatida indan yuksak bir o'rinni tutadi. Shunlashqa mishadisidan bir savol so'rag'im kelyapti da. Biz hozir nihoyatda qo'rimizga beqab o'ziga yarasha chiroyli chaylarni ichyapmiz. Shu chaynak odatda ustalga qo'yilgan chaqda uning jo'g'iz qaysi taraf qaraydi? Odatda shu mehmonlarga qarab qarasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mehmonlarga qaratish kerak edi. Shayda uniki choy quygan chaqda. Choy quyganni diqqat qildigingiz, choyni shu piyolniki girvikiga takkizib turib quyganda shu ko'pik chiqmaydi. Chaynakni girvikiga shunaqa takkizib turib
qilganda bu ko'pikchi chiqishdan oldin og'ili bo'ldi. Bundan keyin so'rib qo'yish qargiz olmaydi chayni, eqliqlab qo'yas olmaydi deyman. Albatta mana bu shunday inch qalqılarmı qarmoqqa ancha muhim ishdak bilinmasmi, biroq bu mehmonning hurmati, shunaqla ularga bo'lgan bir xil ehtirom hisoblandi. Shundan chiqib biz oilada mehmonlarni kutib olgan vaqtimizda do'st-yaronlar bilan yig'ilgan chaqda mana shunday inchka halqalarga diqqat qilish orqali Uyg'ur millatining dasturxon madaniyatini mana shu kichik halqalardami cho'qim ifodalashni bilishimiz kerak. Bunda bo'lgan chaqda bu ham o'zimizniki madaniyatimizni hamda axloq fazilatimizni ifodalaydi. Shunaqa ekrandagi barcha azizlar, ko'ngillik tamlar hamisha intayin qisqa bo'lgan programmamizning yarim soatlik vaqtini ko'zni yumib ochqicha to'shib ketibdi. Programmamızın axırda Aqsu diyarının bugünkü programımıza alaylı qadam təşrif qılğan Aygül xanımğa, şunaqla bizning bugünkü programımızın ko'rinishga ilinişi üçün nəhayət yaxşı şərait hazırlab bergan Ürümçi şəhri Boğdu yolu, yəni Döngörük teatrxanasının keyniga joylashgan Xan Tangri Çay Taamxonasiga alaylı rahmetimizni bildirish bilan birga bugünkü programımızı ayaqlashtirishni to'g'ri topdik. Undaqda keyingi İçildasqının programımızda Nijat yana kimlar bilan qanday o'xshagan tamoqlarni etishni o'rgangandu, hamda do'stlarga etishni o'rgatib qo'ygandu. Balki bunga menda makrak qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Undaqda har juma kuni Ürümçi kech soat 7dan 18 minut o'tganda Şinjan televiziya stansiyasining iqtisod turmush qonunini ko'rishni unutib qolmaysizlar. Riyosatchi Qerin inshaalloh Nijat dal vaqtida sizlarni saqlaydi. Xayr, xo'sh ko'rishgacha omon bo'linglar.